Assalomu alaykum qadrli muslimalarimiz, sizlarga obzorimizni davom ettiraman. Qaranglar buni chiroyliligini. Bizda mana shunaqangi ajoyib nimchalar ham nalichida bor. Narxlarini juda ham yaxshi qilib qo'yganmiz. Yuringlar, sizlarga ichkarini obzor qilib beraman. Bu tomonimiz bizda yangi ochildi, ya'ni Dubai House'da ichiga biz shuba qilib, magazin qilib yangi ochdik. Mijozlarimizga kelganda kirib tanlab olib ketishlariga qulay bo'lishi uchun. Qaranglar, bizda shubalarning har xil assortimenti bor. Naturalniy shubalardan tortib, hamyonbop shubalargacha topsangiz bo'ladi. Sizlarga obzor qilaman deb ustimga mana shunaqangi chiroyli kalta paltochani kiyib oldim. Bu tomonda bizda naturalniy norka shubalarimiz bor. Uzun, kaltaligi o'rtacha va kalta variantlari. Shubalarimiz Pekindan olib kelinadi. Pekin Xitoy fabrichni hisoblanadi. Bu tomonda esa mana hamyonbop shubalarimiz bor. Qaranglar, bu tomonda ranglari mana har xil ranglari bor, qoralari va aytib o'taman, bizda balshimerka razmerlarimiz ham topiladi. Bemalol yosh katta onaxonlarimiz, xojonalarimiz qo'rqmasdan kelaveringlar, sizni razmeringizni topib beramiz. Bu paltolarimiz mana uzun, ustimdagi. Xullas kalom, qishga kiyim xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Dubai House'ga tashrif buyuraverasiz. Yoki sizga biron bir model yoqqan bo'lsa, skrinshot qilib adminlarga yuboring. Sizga narxi va razmerlari bilan ma'lumot berishadi va uyingizgacha dostavka qilib berishadi.